Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugun mana 2-iyul 2025-yil. Mana Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'i. O'zimiz tomorqamdan video qilyapmiz. Mana shu yerga bir chesno ekkan edik. Endi mana hozir keyingi paytda mana shu kunlarda motoblok bilan haydatib shirin makka hamda o'sha 70 kunda pishadigan don uchun bo'ladigan makkalardan ekmoqchimiz. Endi mana bu tomonda hali kartoshkamiz turibdi. Uni kovlaymiz. Hozir endi mana shu qatorga mevalar ekilgan, o'sha behilarni ko'rgansizlar internet orqali. Shuning uchun mana shu tomonni kattaroq qilib suvga qo'nadigan qilib ochib qo'ymoqchimiz. Chunki payno chiqadigan joyi yo'q. Payno chiqmasligi uchun katta agat olib dimlab sug'arsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi qo'nadi. Endi shoptonlarni ham ekib qo'yganmiz ora-oraga ko'chat qilib olamiz deb. Shuning uchun o'zi beha ekilgan, bitta beha, bitta nok ekilgan. Dilafruz nok ekilgan. Hurmatli obunachilar, vatandoshlar, endi hali ham bo'lsa kech emas. Ekorish kerak, nimagaki hali kuz sentyabr oyi ham ob-havo issiq bo'ladi. Shuning uchun 3 oy vaqt bor. 90 kunlik, 70 kunlik, 80 kunlik makkalar bor. Hamda buni shirin makka mak u pishirib o'tirilmaydi. Dumbil bo'lishi bilan qayirib sotib yuboriladi yoki pishirib sotiladi. Shuning uchun shunaqa makkalardan ekib mana shu kartoshkamizni ham 19-mart kuni ekkanmiz. Internetga qo'yganman, ko'rgansizlar, o'sha yangi go'ng solib ekilgan, biogumuz solib ekilgan, chirindi solib ekilgan, hamda o'sha rossiyskiy amapos kilosi 11 milliy amaposdan solib ekilgan. Xudo xolasa buni ham shu kunlarda kovlaymiz, kovlab ko'rsatamiz qanaqa bo'lgan. Shuni oldin ko'rsatganmiz, o'sha ekish jarayonini ko'rsatgan edik. Mana hozir kartoshkamiz qaysi holatda turibdi, bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu holatda hali paleylari yaxshi, ko'hmay turibdi. Xudo xolasa 2-3 kunda mana shu makkalarni ekib olgandan keyin buni kovlaymiz. O'sha yangi go'nglarni solib ekilgan makka. Bu behizorlarimiz, mana shu behizorlarimiz bo'ladi. Endi mana shu shirin makkani o'sha birinchi erta bahorda ekilgan holatlari bular. Endi pomidor ham mana shu salqin joylarda yaxshi bo'lar ekan. Mana daraxtlarning salqinida pomidori ham yaxshi bo'lyapti. Optodan uncha qurib qolish holati kamroq bo'lar ekan. Shuning uchun mana shunaqa daraxtlarning orasiga ekilgan pomidori uzoqroq yashayapti. Mana bu tomoni o'sha shirin makka, ya'ni mak deyiladi. Mak ekib qo'yganmiz. Shu makni ham salqini bo'lar ekan ancha. Endi bu ham bir ertagi hosillardan ekan. Endi kuzgusini ekyapmiz endi. Mana pomidorni o'sha nosqovoq hamda boshqa xillaridan ekkanmiz. Bir 2 xil, 3 xilini ekkanmiz. Mana bu yerda endi onor, shoftoli hamda shu mana optoli tomoniga makka ekib qo'yilgan. Makka ham ancha salqin berar ekan shu pomidorlarga. Shuning uchun salqin joylarga ekilgan pomidori uzoqroq yashayapti. Optoda ancha qurib qolish holatlari ko'p bo'lyapti. Mana bu yerda mana super oladigan shoftolimiz
pishish holatiga kelib qoldi. Ana pishdi, mana bir tupi pishdi ham. Bu kichkinaligi uchun sal cho'zilyapti. Super lola endi nimasi qizil. Po'chog'i qizil, ichi sariq. Shuning uchun bu haligi eksportga ham yaxshi, hamda iste'mol qilishga ham yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar. Agar rosa ilkillab pishadigan bo'lsa, nihoyatda shirin shaftoli hamda bozorgir. Agar payvandlataman degan odamlarga mana bu kechki xalq tilida lo'qa deyiladi. Mana sentyabr oyida pishadi. Mana shu shaftolilardan hamda boshqa shaftolilar bor. Erta pishar lupchalar bor. Shulardan payvandlataman degan odamlar mana yaqinda avgust oyida payvandni boshlaymiz. Urilarimizni har xil qantelardan, boshqa xil urilardan bor. Xudo xolasa boshqa joylarda ham ko'rib qo'yganmiz. O'sha qizil qanteyda ser hosillari bor ekan. Boshqa qanteylar hamda barga bo'ladigan urilardan ham payvand qilish ishlarini boshlaymiz. Hademay murojaat qilaverasizlar oldindan. Yaqinda yana payvandgacha nima ish qilish kerak, shular to'g'risida ham bir video chiqarib qo'yaman. Qanday tarbiyalab borish kerak ko'chatlarda yoki katta ko'chatlarda. Shular haqida ham bir payvand haqida bir video chiqaraman. Oldin ham chiqarganman. Mana bu qator endi behi o'sha ko'chatlar ham bor, uri ko'chatlar. Bu sabzini urug'latgani ekib qo'yganmiz. Xudo xolasa keyingi videolarda kartoshkani yig'ishtirish jarayonini, kartoshka kovlash jarayonini ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Dehqonchilaringizga baraka bersin. Mana shu kunlarda dehqonchilik ishlarini tezlikda amalga oshirib, ekadigan odam tezroq ekib olsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana endi mana shu yerda mana qaranglar. Mana shu Dilafruz nok, mana tanasidan chiqqan shoxiga olma ulaganman. Nokka ulangan olma shu. Mana ol bo'lyapti. Behiga ham hattoki olma uladim bo'lyapti. Bu ham. Shunaqa payvand ishlari hademay mana boshlanib ketadi. Kech kirganligi uchun jicha xirra chiqyapti video. Parvo qilmay e'tibor qilmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.